Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli Unikefon Center kanalini doimiy ravishda kuzatib boruvchi qadrli do'stlar va kanalimizni endi kuzata boshlagan qadrli vatandoshlar. Barchalar salomatmisizlar? Do'stlar, Unikefonda kvadrati joyda kvadratdan ko'payib ketadi, bukilish qayrilishlarning hisobiga deb ko'p aytib o'tamiz. O'zi qancha joyga qanaqa Unikefon ketadi degan savollarga aniq sizlarga lo'nda qilib javob bermoqchimiz. Do'stlar, mana shu uyimiz o'zi joyda o'zi 40 kvadrat atrofida do'stlar. Mana shu joyga mash fasonimizda, skromniy fasonimizda qancha tunuka rasxod qilganmiz. Qadrdonlar, mana shu uyimizga, mana shu joyimizga 72 kvadrat tunuka rasxod qilganmiz. Bukilish qayrilishlari, har bitta ishlatilayotgan detallarni kvadrati lis holatdagi hisoblanadi do'stlar. 72 kvadrat Unikefon lis rasxod qilganmiz. Hozirgi kunda, yozgi kunda 140 ming so'mdan qilyotgandik. Hozirgi kunda do'stlar 135 ming so'mdan shu tunikamizni ketgan rasxodiga qilib bermoqchiman. Xo'p. Shu 40 kvadrat atrofidagi joyimizga 72 kvadrat atrofida tunika lis rasxod qilganmiz. Sizlar 40 kvadratga emas, qilingan Unikefonda listini rasxodiga 72 kvadratga 135 ming so'mdan pul berasizlar qadrdonlar. Shuni diqqat bilan e'tiborga olgan holda bemalol ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib uylarga mana shunday Unikefonlar zakaz qilsanglar bo'ladi. Sizlarga ham uylarga juda ham ajoyib ko'rinishli Unikefonlar